Ha, bu o'sha siz so'ragan salat retsepti. Bu salatni bir o'zim ham tayyorlay olaman. Ammo dam olish kunlarida hojangizni ham oshxonaga taklif qiling. Shunda taomingizga mehr ham qo'shilib, yanada mazaliroq bo'ladi. Kanishero brendining mix unini suv bilan aralashtirib bo'tqa tayyorlab, kubik qilib to'g'ralgan baqlajonlar bilan aralashtirib olamiz. Tovadagi yog' qattiq qizib ketmasin. Pastroq olovda qovursanglar yanada qarsildoq hamda ranglari chiroyli bo'lib chiqadi. Biz tayyor aralash ko'katlardan foydalandik. 2 xil salat bargi hamda aysberg. Baqlajonlar pishib oldi, salatni terishni boshlaymiz. Pomidor cherini yuvib o'rtasidan bo'lib, ko'katlarimiz ustidan teramiz. Xohishga ko'ra yanada mazali bo'lishi uchun dudlangan go'shtdan ham solamiz. Manda o'zim har doim ishlatadigan To'xtanyoz ota brendidan dudlangan go'sht mahsuloti. Yubqa parak qilib to'g'rab olamiz. Salatga go'shtimizni ham terib olamiz. Qovurib olgan baqlajonlarimizdan ayamasdan solamiz, chunki bu qarsildoq baqlajon salati-ku. Eng nozik nuqtasiga keldik. Aroyda sousdan quyamiz. Salatimiz organizm uchun foydali bo'lsin deya quritib tozalangan qovoq urug'lardan solamiz. Ko'pchilik so'ragan qarsildoq salatimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.